alaykum o'rtoqlar. Xudo xolasa bugun plus 5 kilo kraska oldik. 5 kilo kraska atreditel shu laklari bilan общий oldik. Yaxshi kraska oldik. Ana Jigulida barzonchi emas, chiqilib zo'r kraska oldik. Kraskaning rangini xudo xolasa mashina chiqqanda ko'rasizlar. Hozir kastapravga ketyapmiz. Mashina finishni holatga kelibdi. O'sha kraska sepishdan oldingi holatiga kelgan ekan. O'shanga kraska so'radi. Kraskani olib ketyapmiz. Mashinadan ham bitta xabar olamiz. Sizlar ham ko'rasizlar hozir mashinani finishni variantini, kraskadan oldingi variantini. Keyin yana nima demoqchiman, oranglarda mabodo agar sponsorlik qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, endi mashinani bilasizlar, podproyekt yig'ilyapti. Drift showlarga chiqamiz. Keyin выставkalarga ham xudo xolasa chiqamiz. O'sha paytlarda o'zinglarni, korxonalarni yoki qanaqadir brendinglarni ommaga ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, sponsorlikga xudo xolasa ochuvimiz, bemalol sponsorlik qilsanglar bo'ladi. O'sha o'zinglarni logotipinglar yoki mahsulotinglarni bizning mashinada ko'rsatsanglar bo'ladi. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, sponsorga ochuvimiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bir hafta, 2 haftalarda xudo xolasa mashina bitadi. Finishni variantini sizlarga ko'rsatamiz. Bundan keyin sразу уже Sashakaga olib boramiz, Aspian Motorsga olib boramiz. Mashinani ozgina profilaktikasi bor, shuni ko'rsatamiz. Hadovoylarni qilib, mashinani proyektni chala ishlarini qilamiz. Ya'ni shu richak olingan richakni qo'yamiz. Motorni ham ko'ramiz. Balki turbo qilish niyat bor, turbo qilamiz yoki o'zini drosselda yig'amiz. Hozir mana mashina oldiga kelib qoldik. Mana o'rtoqlar, xudo xolasa bu kraskadan oldingi finishning holati. Mashinani tekislab kraskaga tayyorlashyapti. Ozgina bir kunlik ish qolibdi. Mana o'sha metkalar berib qo'yishgan. Oxirgi ishlovlari qolgan. Shu bilan xudo xolasa kraskani ham oldik, kraskani ham yaxshisini oldik. Rangini xudo xolasa aytganimizdek bo'yalgandan keyin ko'rasizlar. Lekin o'sha kraskani maksimalni zo'rini oldik. Kraska lak atreditellari bilan общий 1 milliondan oshdi. 5 kilo kraska oldik. O'shanda полный salon, bagajni atsak, motorni atsak, hammasi bo'yalyapti. Полный o'sha rangda bo'ladi, xudo xolasa. Tez orada xudo xolasa, adashmasam 2 kundan keyin kraskasini sepishni boshlashadi. Mana bagajni teglari, salonni teglariga Gravitex surib chiqishibdi. Mana bitta sideniya, ikkinchi sideniyaga уже bunaqa profil tashlab yuborishibdi. Mana buni men qilgan edim. Bo'tga mana profil qo'yishibdi. Buni teshib o'sha yangi sideniyalarni qo'yib yuboramiz. Mana motorni atsak, полный bir xil rang bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sizlardan endi bitta narsani so'rayman. Bilasizlar, YouTube'da anchadan beri video qilmaymiz. O'shanga ozgina axvatlarimiz tushib ketgan. O'shaning uchun ozgina sizlardan yordam bo'lardi. Videoga like o'sha mashinaga qiziqadigan o'rtoqlarga repost qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, proyektlarni bundan keyin bundan zo'rlarini ham qilamiz. Bu proyektni ham xudo xolasa oxirigacha olib boramiz. Videoni ko'rganingizga rahmat.
keyingi seriyalarda ko'rishguncha.